Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. Sizni Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga qarashli Aerobus 321 samolyoti bortida ko'rishdan xursandmiz. Bolalardan kim bo'lishni xohlaysan katta bo'lganingda degan savolni bersak, ularni aksariyati uchuvchi deb javob berishadi. Uchuvchilik kasbi hamda bort kuzatuvchi kasbi haqida suhbatlashamiz. Uchuvchi bo'lishim uchun nimalar qilishim kerak? Jismonan, aqlan sog'lom odam bo'lish kerak. Bort kuzatuvchilardachi qanday talablar bor? Bort kuzatuvchilarga ham alohida talablar qo'yilgan. Endi shirinlikxo'r qizlarimizga ayting, vazn qancha bo'lishi kerak? Jamoamizga yoshlarni taklif qilishmoqda. Yo'lovchilar o'rtasida ham har xil xarakterli insonlar chiqishadi-da. Kerakli paytda kulamiz, albatta tabassum qilamiz. Mana shu uchuvchi yaxshi uchadi, yaxshi qo'nadi degan taassurotlar bo'ladimi? Qattiq qo'ngani bu yomon qo'ngandek emas. Qattanam oylik maoshlar balandmi? Juda katta. Osmonda ham radarlar bormi? Samolyotning tipiga qarab belgilanadi. Necha yoshdan nafaqaga chiqishadi? O'zini belgilangan soatlari bor. Parvozingiz hamisha baland bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Kuzatayotganingiz Mikrofon yoshlarda podkasti. Bugun biz sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirgan va qiziqtirayotgan uchuvchilik kasbi hamda bort kuzatuvchi kasbi haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzuyimiz nafaqat yoshlarga, balki kattalarga, hattoki bolajonlarga tegishli, chunki aksariyat bolalardan kim bo'lishni xohlaysan katta bo'lganingda degan savolni bersak, ularni aksariyati uchuvchi deb javob berishadi. Bugun ularni savollarining barchasiga javob beramiz. Bizda ekspertlar bor. Xush kelibsiz, studiyamizni xush Siz ko'rdik. bilan tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Marhamat. To'lqinova Muxlisa, O'zbekiston Airways kompaniyasi bort kuzatuvchisi. Abror Nuriddin, O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Boeing 767 samolyoti uchuvchisi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Studiyamizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum, studiyamizni Assalomu xush ko'rdik. Nima uchun biz bu mavzuga qo'l urdik? Ko'pchilik yoshlarimiz mana shu bizga murojaat qilishdi. Ma'lumotlar kam, topa olmay qolamiz. Men ham uchuvchi bo'lmoqchiman. Uchuvchi bo'lishim uchun nimalar qilishim kerak? Va qizlarimiz ham shu o'rinda men styuardesalikka juda ham qiziqaman. Qanday talablari bor? Qanaqa qilib mana shu mezonlardan o'taman degan savollar keldi va biz navbatdagi mavzuni aynan mana shu uchuvchilar O'zbekiston Airways aviakompaniyasi faoliyatiga bag'ishlaymiz dedik va bugun sizlar bilan mana shu podkastimizda ko'rishib turibmiz. Abror aka, bugun biz ismdoshlarimiz va bugun biz birgalikda uchishga harakat qilyapmiz. O'zi umuman uchuvchi bo'lish uchun nimalar talab etiladi? Qaysi oliygohlarni tamomlash kerak? Qanday talablari bor, mezonlari bor? Birinchi navbatda uchuvchi bo'lish uchun odam sog'lom bo'lish kerak. Ya'ni jismonan, aqlan sog'lom odam bo'lish kerak. Chunki biz umuman ekzamen yoki qanaqadir samolyotga o'tirishdan oldin medko'rikdan o'tamiz. Tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Har uchdan oldin. Har bir uchdan oldin o'tamiz. Umuman o'zi oliygohga kirishdan oldin birinchi navbatda medko'rik o'tiladi. Bu degani biz hamma tana a'zolaringiz va Sog'lig'ingiz tekshiriladi. Sog'lig'ingiz va biz rus tilida psixotbor deymiz. Ya'ni Ruhiy salomatlik. psixologik testlar o'tiladi va qanaqadir odamning psixologik xarakterini shakllashtirgandan keyin ruxsat beriladi. Ya'ni ekzamen topshirish yoki o'qishga kirishga ruxsat beriladi. Demak, oldindan tekshirib olinadi. Oldindan tekshirib olinadi. Shuning uchun kim uchuvchi bo'lmoqchi bo'lsa, yoshlikdan sog'liqqa qarash kerak. Iloji boricha Sog'lom bo'lish. sog'lom, kamroq shamollab, o'ziga qarab yurish kerak. To'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. Abror aka, mana bir qiziq savol bor edi. jismoniy Misol uchun tank haydaydiganlar tankerlarni bo'yi kichkina bo'lishi kerak deyishadi-da. Uchuvchilarning bo'yi qancha bo'lishi kerak? Misol kabinaga, misol uchun bo'ying uzun bo'lsa, tankning ichida kabinaga sig'may qolasan deydi. Lekin samolyotda kabina katta-ku deyman-da. Yo'q, Parametrlar bormi unda ham? yo'q, bizda masalan parametrlar yo'q. Harbiy uchuvchilarda bo'lishi mumkin, lekin masalan Fuqarolik aviatsiyasida menda masalan bo'yi pastroq yoki bo'yi balandroq odamlarni ham ko'rganman. 2 metrga yaqin odamlarni ham ko'rganman. Chunki shu bilan aytmoqchimanki, unaqa katta cheklovlar yo'q. Bort kuzatuvchilardachi qanday talablar bor? Bo'y masalasida yoki Qizlarimizni vazn masalasida. Bort kuzatuvchilarga ham alohida talablar qo'yilgan. Bu vazn va bo'y. Vazn bilan bo'y demak, semizam bo'lib ketish kerak emas, ozgina bo'lib ketish kerak emas. Bo'y birov 60 dan
biri 75gacha bo'lishi kerak. 1.75 dan oshig'ini ham olishmaydi demak. Yo'q. Tegib qolsa Chunki kerak. bizda talablar bor. O'sha talablarga asosan talab olinadi. Endi shirinlikxo'r qizlarimizga ayting, vazn qancha bo'lishi kerak? Indeksga to'g'ri kelishi kerak. Ixcham chiroyli bo'lishi kerak-da. Menda savol bor. Nechta til bilishimiz kerak? Chunki biz mana xalqaro qatnovlarda guvohi bo'lamiz. Xorijlik mehmonlarimiz O'zbekistonga keladi yoki O'zbekistondan xorijga uchishadi. Talab qo'yilgan 3 ta tilni bilish, bu o'zbek tili, rus tili va ingliz tilida ravon so'zlashi olishi kerak. Ha. Lekin bugungi kunda yaqinda yana jamoamizga yoshlarni taklif qilishmoqda. 18 yoshdan 32 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz sharq tillarini biladigan, yapon, koreys va xitoy tillarini biladigan yoshlarni jamoamizga taklif qilmoqdamiz. Til bo'yicha talablar uchuvchiga ham bo'ladimi? Albatta, albatta. Biza o'yinlar o'ynaganimizda yoki qanaqadir ana qilsak anaqalari bor. Full up nimadirlar deb qoladi, qo'rqib ketamiz-da. Men o'zim rosa qiziqqanman o'ynamoqqa. Albatta, davlat tilini bilishimiz kerak. O'zbek tili, rus tili va eng muhimi ingliz tilini bilishimiz kerak. Ingliz tilini mukammal bilish kerak, chunki hamma hozirgi samolyotlar chet el samolyotlarida uchamiz. Ular hammasi ingliz tilida yozilgan. Qo'llanmalar, yo'riqnomalar hammasi ingliz tilida yozilgan. Masalan, uchganimizda biz qanaqadir protseduralar qilganda ingliz tilida olib boramiz va talab shu ingliz tili bilish. Uchuvchilar o'rtasidagi aloqalar ham ingliz tilida bo'ladi. Albatta. Abror aka zo'r qiziq savolda. Misol uchun mana mashinada ketasangiz, telefon qilib gaplashib keta olasiz-ku. Deylik osmonda uchayotganda samolyotlar o'rtasida ham uchuvchilar o'zaro gaplashib ketishadimi? Ya'ni radarlar bormi, nimadir bormi? Lekin bu qoidaga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi uchyapsanmi yoki qizildan o'tding, yashildan o'tding degan tushunchalar bormi demoqchiman samoda ham. Samoda o'zi dispetcher va uchuvchilar orasida suhbat ketadi. Ya'ni dispetcher qandaydir shartlar beradi, uchuvchilar o'shanga qarab uchishi kerak. Masalan, qayoqqa uchish, qaysidir nuqtaga, osmondagi uchish va hamma odam bitta chastotada bo'ladi va bir-birini eshitib turishadi. Hamma uchuvchilar va dispetcher bir-birini eshitib turadi. Lekin uchuvchilar u payt o'zaro gaplashilmaydi, faqat dispetcher bilan gaplashiladi. Lekin bir-biri bilan gaplashishmaydi. Da, bir-bir qanaqa qarab qo'yapsizlarmi? Yaxshi ketyapmiz. Nafas olyapsanmi? Yo'q, endi bu juda katta mavzu, chunki har xil havodagi airspace deymiz, har xillari bor. O'shandagi cheklovlarga qarab olib boriladi. Bir xil joylarda masalan dispetcher bo'lmasa, u ko'proq Amerikada rivojlangan, uchuvchilar bir-biri bilan aloqa qilsa bo'ladigan. Abror aka, misol uchun har bir boya hamkasbim aytib o'tgandek, yoshlar kim bo'lasan, katta bo'l, uchuvchi bo'laman, mana gap bor-ku, general bo'lishni orzu qilmagan askar bo'lmaydi deydi-ku. Misol uchun birinchi siz ham uchgan samolyotingiz bor-da. Misol uchun samolyotda turlari ham ko'p. Men o'zim ham misol uchun harbiy havo kuchlarida xizmat qilganman va turli xil samolyotlar kelardi, yotlab qolishga harakat qilardik. Va birinchi uchgan samolyotingiz qaysi? Birinchi uchgan samolyotim bu Cessna 172. Biz birinchi O'zbekistondagi birinchi chiqqan uchuvchilardanmiz. Biz yaqinda birinchi qaldirg'ochlar. Birinchi qatnashgan desam bo'ladi. Hozirda ham o'qish ketmoqda. Biz O'zbekiston havo yo'llarining o'zini uchuvchilar maktabi bor. Bu treyning center yoki o'zimizda, ha, yoki учебно-тренировочный центр deb nomlangan majmuada bo'ladi. O'quv mashg'ulotlari. O'quv mashg'ulotlari majmuasi. O'sha yerda o'tadi. Bu kurs 2 yil davom etadi va biz o'sha kurslarni bitirgan birinchi uchuvchilarimiz. Demak, o'zimiz tayyorlaymiz Xuddi shunday. uchuvchilarni. O'zimizda ham o'qib uchuvchi bo'lsa bo'ladi. Ha, albatta. Biz eshitgan ma'lumotlarga ko'ra, uchuvchi bo'lish uchun qaysidir xorijiy mamlakatda o'qib kelish kerak degan talablar aytishardi. Rossiyada yoki Yevropa davlatlarida o'qib kelish kerak deb biz eshitganmiz-da. Yevropa davlatlarida yoki Rossiyada o'qib kelsa bo'ladi. Buning uchun masalan Rossiyada o'qimoqchi bo'lsangiz,
kollejiga yoki texnikumga kirgandagi topshirib, maktabdan keyin topshirib o'qisa bo'ladi. Yevropada ham shunday. Bizada o'qishga kirish uchun masalan oliy ma'lumotli bo'lish kerak edi. Texnik diplom bilan, ya'ni injener yoki qanaqadir texnik bilimlarni bitirgan bo'lish kerak edi. Masalan, oddiy texnika universitetida o'qib turib, keyin 2 yillik o'qishni davom ettirib, keyin uchuvchi bo'lsa bo'ladi. Albatta. To'g'ri tushundimmi? Da, albatta. Oliy ma'lumotli bo'lish kerak, Albatta. Bu shartlardan biri oliy ma'lumotli bo'lish, ingliz tili sertifikatiga ega bo'lish, IELTS. Biz kirganimizda Necha ball? 6 edi, hozir adashmasam 5,5 yoki 5 qilishdi deb eshitdim. Va albatta medko'rikdan o'tish kerak. Birinchi navbatda dokumentlar yig'iladi, keyin medko'rik. Necha yoshgacha yosh chegaralari bormi? Misol uchun hozir men 30 yoshga to'lib qo'ydim, men uchuvchi bo'la olmas ekan, men uchishni xohlayapman degan Orzularim tomoshabinlarim osmonga uchib ketdi deydiganlarga. Hozir biz kirayotgan payt 27 yoshgacha edi. Hozir adashmasam 30 yoki 32 yoshgacha Hali vaqt bor ekan. 32 yoshgacha topshirsa bo'ladi va 2 yil ichida uchuvchi bo'lamiz. Sizni savolingizga kelsak, biza Toshkentda hozir samolyot bor, Cessna 172, kichkina samolyot. Ilk parvoz shunda bo'lgan. Ha, ilk parvoz yerda Toshkentda bo'lgan. Taassurotlar qanaqa bo'lgan? Taassurotlar Men yaxshi. uchaman deganmiz chiqtirib. Yo'q, yaxshi, ancha kutganimiz Parashyutli bo'lmagan. Yo'q, tez bo'lmagan, chunki oldin trenajyorda ham uchasiz. Trenajyorda oldin o'zingizni mashq qilib, tayyorlab, keyin haqiqiy samolyotga o'tiriladi. Abrorga qanaqa hissiyot bo'ladi? Menga qiziqdi, misol uchun birinchi marta o'tiribsiz-da, sekin ko'tarilyapsiz. O'ylaysizmi, qanaqa qo'ndirib olar ekanman buni deb? Endi boshida sizga qo'ndirishga instruktor yordam beradi. Ayolingizda instruktor bo'ladi. Albatta, birinchi o'zingiz uchib keta olmaysiz. Mashinadagi emas. Mashinadagi xuddi instruktor yoningizda o'tiradi, nima qilishni aytadi. Vaqti kelsa mashina haydash ham oson emas. Hozirgi paytda ayniqsa. Shu birinchi parvoz tez o'tib ketgan. Ko'z ochib yumguncha tez o'tib ketgan. To'g'risini aytsam. Muxlisaga ham bermoqchi edim birinchi parvoz taassurotlari haqida. Taassurotlar juda boshqacha bo'lgan. Kutganimdan ham a'lo bo'lgan. Haqiqatan Abror aytganlaridagi tez o'tib ketgan. Sezmay qo'yganman. Mana shu parvozgacha bo'lgan jarayonlar, o'quv jarayonlari bo'ladimi? Ungacha qanday talablar qo'yilgan? Bo'y va vazndan tashqari yana qanday talablar? Sizlarda maktablar bormi? Bor, bosqichma-bosqich o'tiladi bizada. Masalan, birinchi bosqich bu anketa yuborish bosqichi bo'ladi. Rasmiy sahifamizga kirib, havola orqali o'z anketangizni yoki rezyume jo'natsa bo'ladi pochtaga. Undan so'ng qo'ng'iroq qilib chaqirishadi. Bo'y vazn to'g'ri kelgandan keyingi bosqich bu muloqot bosqichi, suhbat bo'ladi. Suhbatda o'tgandan so'ng keyingi bosqich bu tibbiy bosqich bo'ladi. Unda sog'lig'imizni tekshirishadi. Agar sog'lig'imiz bizni parvozlarga to'g'ri kelsa, ruxsat berishsa, tibbiy ko'rikdan unda keyingi bosqich bu o'qish bosqichi bo'ladi. Xuddi uchuvchilar kabi bizni o'zimiz maktabimiz bor. O'quv mashg'ulot maktabi. U yerda o'qish muddati 1,5 oydan 2 oygacha davom etadi. Nimalar o'rgatiladi? U yerda shu bazaviy barcha bilimlarni o'rgatishadi. Bortda o'zini qanday tutish, nima ishlar qilish, qoidalarini hammasini o'rgatishadi. Ma'lum, sizlarni o'rnilarga besh ketaman deb, bu yoqda monitorda ham kesib turaman, bundoq ko'rsatib ham turasizlar-ku, chiqish yo'li o'ngga, chapga, bu monitordan. Rosa kulgim keladi. Qarab turaman, shu stewardessa kulvormasmikin nima degan shuni turishadi-da. Yo'q, bizni tayinlashadi. Kulmaslikka. Kulmaslikka ham, kulishga ham kerakli paytda kulamiz, albatta tabassum qilamiz. Yo'lovchilarimizga tabassum ulashamiz. Kerakli vaqtda ozgina vaziyatlar bo'lganmi? Endi shuni so'ramoqchi, chunki mana nima desam bo'ladi, yo'lovchilar o'rtasida ham har xil xarakterli insonlar chiqishadi-da. Meni joyim yoqmadi deydi, o'tirsa deydi, kreslom nima qimirlayapti deydi. Bo'lishi mumkin-da Xuddi siz yoki qurib bergandek. yoki ovqat olib borsiz, men bu ovqatni yemayman deyishadi. albatta har xil vaziyat bo'ladi. Qachon qo'namiz deydi. Bo'ladi. Qanaqa yechim topasiz shunaqa holatlarda? Har bir yo'lovchiga alohida yondashuv bo'ladi. Masalan, nimadirdan agar norozi bo'layotgan bo'lishsa yoki bo'lmasam nimadir yoqmayotgan bo'lsa, albatta yechim topishga harakat qilamiz chiroyli tarzda, urushmasdan, janjallashmasdan. Hozirga borib keling. Chiroyli yechim topishga harakat qilamiz. Albatta har bitta vaziyatdan chiqib ketish uchun
biz tayyorlanamiz. Har bir yo'lovchiga shu ko'ngliga yo'l topishga harakat qilamiz. Chunki har bir insonni yo'lovchini parvozi yaxshi o'tishi bu bizga ham bog'liq bo'ladi. Ilk orzularga to'xtalsangiz, shu kasbni tanlashingizga nimalar sabab bo'lgan? Man Kimga qiziqqansiz, baribir kimnidir anaqasi bo'ladi-ku, nima qahramoni bo'ladi. To'g'ri, qiziqqanman. Oilamda bort kuzatuvchilar bo'lishgan. Ularni ko'rib menda ham shu bolalik orzusi uyg'ongan. Vaqt o'tib bu orzu sekin-asta esdan chiqarilgan. Lekin Va niyat qilib qo'yganingiz. niyat qilib qo'ygan ekanman, nasib qilgan ekan. Ishga olishayotganini eshitib, anketa yubordim. Undan so'ng meni ham shu chaqirishdi. Birinchi bosqichga, ikkinchi bosqichdan o'tdim. Barcha bosqichlardan o'tgandan so'ng o'quv shu mashg'ulotlar maktabiga o'tirdim o'qishga va o'qishni o'qib chiqqanimdan so'ng bort kuzatuvchi bo'lib mana bugun ishlab kelmoqdaman. Albatta vaqt o'tib orzuim amalga oshdi. Mana shu parvoz vaqtida bunaqa bo'lmasin avvalambor. Ko'ngilsiz holat bo'lsa yoki qaysidir yo'lovchilarni tobi qochib qolsa yo sog'lig'ida muammosi bo'lsa, men eshitganman, bitta parvozimiz uchayotganimizda bortda shifokorlar bormi deb uchuvchi so'ragan. Afsuski hech kimimiz chiqmaganmiz. Keyin boshqa anaqaga qo'nganmiz. Sal yaqinroq aerodromga qo'nganmiz. Shunaqa holatlarda nima qilinadi o'zi? Biz birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun tayyorlanamiz albatta. Va yo'lovchilarni holatidan kelib chiqib, birinchi tibbiy yordam ko'rsata olamiz. Lekin bortda agar masalan vrach yoki bo'lmasa shifokor bo'lsa, albatta buni biz so'raymiz. Chunki shifokorlar baribir professional darajada yondashib kerakli yordamni bera olishadi. Agar qo'nish kerak bo'lib qolsa-chi? Og'ir vaziyatda har doim qo'namiz yaqin aerodromga. Uni ham birinchi o'rinda bizning komandirimiz hal qiladilar. Abror aka, qarang, men bitta kino ko'rgandim. 101-reysda bir jarayon bo'lgan, qo'nish uchun ruxsat so'raganda ruxsat bermagan va mana shu yonilg'isi bilan yetib borishga harakat qilganda, adashmasam bu hayotiy voqeadan olishgan. O'sha payt egizak binolari qulagandan so'ng Amerika havo qatlami yopilgan. Shuning uchun hamma boshqa davlatlarga ketishga majbur bo'lishgan. Shu payt Saidazimov kapitan bo'lganlar, men ularni ko'rganman. Hozirda albatta hozirda instruktor bo'lib uchuvchilar markazida hozir instruktor bo'lib ishlamoqdalar. Demak, mana shu yerda ham Abror aka, qarang, vaziyatdan to'g'ri baho olganlarda, ya'ni kerosin yoqilg'isini qanaqa qilib yetib borishlarini o'lchagan. Bitta uchuvchi qancha vaqt davomida masofaga ucha oladi? Necha soat eng ko'p parvoz vaqti bo'lgan demoqchiman. Unaqa reyslarga, unaqa parvozlarga ko'proq uchuvchi uchadi. Masalan, ikkita ekipaj uchadi. Ikkita ekipaj. Chunki 12 soatdan ko'p albatta 12 soatdan ko'p ishlash ishimiz mumkin emas. Chunki bu hamma narsa dokumentlarda yozilgan. Qancha soat ishlashingiz kerak, qancha soat ishlaganingizdan keyin dam olishingiz kerak. Yaxshiki, 12 soat ishlab turib almashib ko'tardim. O'sha hammasi yozilgan. Qarang, misol uchun bir kunda reyslar bo'ladi-ku xorij mamlakatlarga. Men o'zim bilaman, o'sha uchib kelgan samolyot va yana boshqa yo'lovchilar ham qaytib ketadi-da. Bu qiyinchilik tug'dirmaydimi siz uchish davomida? Yo'q. Masalan, Moskvaga biz borib kelishga vaqtimiz yetadi, bemalol borib qaytib kelamiz. Bir kun ichida. Bir kun ichida bitta ekipaj borib kela oladi. Lekin masalan, Sankt-Peterburg shahriga borsak, ikkita ekipaj bo'lishi kerak. Chunki u yoqqa qaytib kelishga vaqtimiz ozgincha yetmay qoladi. Qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki Toshkentdan Moskvaga bitta uchuvchi uchsa, ikkinchisi jarayonni tekshirib turadi, birinchi bittasi uchadi. Orqaga boshqa uchuvchi uchadi, ikkinchisi qarab turadi. Har uchganda, deylik, misol uchun yo'lovchilar ham, uchuvchilar ham vazn yo'qotishadi, deyishadi. Endi balki kimdir qo'rqsa, balki ozishi mumkin. Sizlarda ham qo'rquv bo'lganmi mana? Yo'q. Kinolarda ko'ramiz, turbulensiyaga tushib qolsa. Yo'q, nimaga qo'rqasiz? Qo'rqish yo'q, chunki dvigatel o'chsa ham samolyot qo'na oladi. Ayniqsa kichkina samolyot. Mahoratga bog'liq bu.
Bizda qanaqa zamonaviy samolyotlar bor bugun O'zbekiston Airways aviakompaniyasida? Hozircha eng zo'r, eng zamonaviy samolyot bu Boeing 787 Dreamliner. Eng oxirgi chiqqan samolyotlardan biri. Bizni 767 eng eskiroq samolyotlardan deb hisoblasa bo'ladi, lekin juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Va Airbus 320 adashmasam uni katta uchuvchilar tutsa kerak, ancha yillik tajribaga ega. Shunaqa desa ham bo'ladi, ha. Chunki Shunda zamonaviy samolyotlar uzoq parvozlarga qo'yiladimi, uzoq mamlakatlarga? samolyotning tipiga qarab, ya'ni samolyotlar bor uzoqcha uchadigan, kalta masofaga uchadigan. Masalan, hozirda ATRlar ham bor-ku. Silk Aviada ATR samolyotlar bor. U faqat mahalliy yo'nalishda uchadi. Masalan, Airbus 320lar O'zbekiston havo yo'llaridagi uzoq masofalarga ham uchishi mumkin. Bizning samolyotimiz ham uzoq masofalarga ham uchishi mumkin. Oldin 787 bo'lmagan payt Boeing 767 Amerikaga ham uchgan. Bitta qo'nish bilan. Ya'ni Rigada qo'nib, yoqilg'onib olib, yana parvozni davom ettirgan, lekin hozir 787 Toshkentdan Hech qayerga qo'nmasdan Nyu-Yorkgacha bemalol bora oladi. Shu taraflari afzal. Ya'ni yo'llarda to'xtovlarsiz bemalol ucha olasiz. Albatta, shunisi samolyotni juda zo'r samolyot. Ko'pchilik yaxshi qo'nganda biz qarsak chalamizda, shu odat tusiga aylangan, lekin bir payt shunaqa qattiq qo'namiz, uchuvchi yaxshi emas ekan deymizda, qars etib qo'nadi. Men ko'p bo'ladi, men bir xillar qo'nganimizni osuda xotirjam qo'namiz, bir payt ana o'tirganlarimiz qimirlab ketadi. Va sizlarda ham bo'lganmi, misol uchun mana shu uchuvchi yaxshi uchadi, yaxshi qo'nadi degan bir nima taassurotlar bo'ladimi? O'zaro bo'ladi. Stewardesslar, bu yaxshi qo'na olmaydi deb turib. O'zaro bo'ladi, chunki Mana bu uchuvchi qattiq qo'ndira hozir boshlanadigan gap so'zlar bo'ladimi demoqchiman o'zaro. bilamiz, qo'ndirish juda ham murakkab jarayonligini. Shuning uchun unaqa o'zaro gaplashsak ham, lekin hech qachon sezdirmaymiz. Shu tarzda aytmoqchiman, bu ko'pincha ko'p faktorlardan bog'liq. Ko'pincha shamol, ob-havo, yomg'ir yoki jala qo'yadigan bo'lsa, albatta bu qo'nishga ham ta'sir qiladi. Shamol masalan qo'nayotgan paytingizda boshqa tarafdan esib qolsa, samolyot sal qattiqroq qo'nishi mumkin, lekin bu qattiq qo'ngani bu yomon qo'ngani emas. Bu oqlamaysiz. Muhimi qo'ngani. Muhimi qo'ngani va muhimi xavfsizlik bilan qo'ngani. Bu aytmoqchimanki, yumshoq qo'ndimi, qattiq qo'ndimi, bu har doim xavfsiz qo'llanadi. Agar xavfsizlikda shubha bo'lsa, har doim biz qo'nmaymiz. Agar misol uchun qo'nmoqchi bo'lgan aerodromingizda qanaqadir o'sha siz aytayotgandek kuchli yomg'ir yoki shamol deylik yoki qor yog'gan bo'lsa, deylik ob-havo yomon bo'lsa, boshqa zaxiradagi aeroportga qo'nishga ham to'g'ri kelishi mumkin, to'g'rimi? Ha, albatta. Birinchi navbatda biz uchishimizdan oldin borayotgan aerodromimizni tekshiramiz. Ob-havo yaxshimi, yo'qmi? Agar ob-havo yomon bo'lsa, yarim soat masalan kutib turishimiz mumkin. Yo'lga chiqishdan oldin, chunki u yerga borib havoda turgandan ko'ra yerda turgan yaxshiroq. Shuning uchun va uchganimizda ham har doim bizda boshqa aerodromlarga ketish uchun yoqilg'i bo'ladi. Agar manzildagi aerodromga yetmasak ham boshqa qo'shimcha aerodromlarga uchib ketishimiz mumkin. Abror aka, Muxlisa uchuvchidek injiq odam bo'lmaydi-da, mana o'zingizlar faoliyatlarda bilasizlar. Agar deylik mana shu samolyotni Dreamlinerni o't oldirish jarayonida mana shu uchuvchimizga qaysidir texnik holati deymizmi yoki boshqa holatimi yoqmay qolsa, parvoz qilmayman, samolyotni tekshirib beringlar deyish mumkinmi? Ya'ni mana shu bort texniklar tomonidan tekshirib beriladimi? Injenerlar uchishimizdan oldin samolyotni batafsil tekshirishadi. Shunga qaramasdan uchuvchilar bortga kelib, ular o'zi tushib, samolyotni boshqatdan tekshirib, qabul qilib olishadi va dvigatellar yoqilgandan so'ng agar qanaqadir nosozliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta biz buni qaraymiz. Kritik nosozliklar bo'lsa, albatta samolyotni to'xtatib, uni to'g'rilash kerak bo'ladi.
oldin aytganimdek birinchi navbatda xavfsizlik bizda. Shuning uchun shunaqa. Muxlislar, mana o'zimiz ham mana shu samolyotda uchayotganimizda bir ma'lumotlar berib ketishadi. Biz havo sathidan shuncha metr balandlikdamiz, havo harorati buncha, uchish tezligimiz mana buncha deyishadi va havo harorati -50 daraja deyishadi. Men shunda har doim bir savolni beraman yerdim. Men bugun keldi. -50 daraja tashqarida bo'lsa, samolyotning ichi issiq bo'ladi. Bir yoqilg'ilarimiz sovqotib qotib qolmaydimi? Qanaqa jarayon bo'ladi? Qizuvda, chunki shunaqa savollar ham bor. Yo'q, u shu Haqiqatan ham -50, -60 bo'ladimi? albatta bo'ladi. Oynani Lekin- ochimda qarab qo'yman, rostdan shunaqa sovuqmikin tashqari deymanda. Lekin yo'lovchilarga qulay bo'lishi uchun biz haroratni, mo'tadil haroratni ta'minlab beramiz. Bu 24-25 gradus bo'ladi. O'zi atmosfera shunaqa qilinganki, meteorologiyaga qaytsak, quyosh faqat yerni sathini qizdiradi va ko'tarilishimizga havo osmonga ko'tarilishimiz bilan havo harorati soviydi. Bir misol bir o'zini gradienti bor, shunga qarab pasayib ketaveradi. Yoqilg'i muzlab qolmaydi, chunki yoqilg'i muzlash harorati ko'pincha -40 dan past, -49, -43 darajaga ham yetib boradi va samolyot uchayotganda sidralish kuchi asosida samolyot issiqroq bo'ladi va shuning uchun yoqilg'i muzlab qolmaydi va yoqilg'i muzlab qolmaslik uchun filtrlar ham bor. Bu juda mukammal texnika, aytganimdek xavfsiz va har bitta komponent 2 yoki 3 barobar dublikat deymiz, shunaqa qilingan. Muxlislar, ketyapman, misol uchayapman, qaysidir davlatga deylik, Fransiyagami, Londongami yoki bo'lmasam Yaponiyagami va men oldindan misol uchun hurmatli aviakompaniya xodimlari, men samolyotda mol go'shti ham, tovuq go'shti ham yegim kelmayapti. Men misol uchun qozon kabob yoki osh yegim kelyapti deb oldindan maxsus taom buyurtma qilib qo'ysam bo'ladimi? Maxsus buyurtma qilsangiz bo'ladi, lekin u yerda qozon kabob bo'lmasligi mumkin. Chunki bizda qandli diabet bilan kasallangan yo'lovchilar uchun maxsus taom bo'ladi. Yosh kichkina yo'lovchilarimiz uchun maxsus taom bo'ladi. Bundan tashqari Delhiga uchamiz. Delhiga ham uchganimizda ko'pincha vegetarian maxsus ovqatini Ya'ni mol bizga go'shti buyurtma qo'shmasdan. berishadi ham. Va shu buyurtma orqali biz yo'lovchilarga maxsus taomlarni taqdim qilamiz. Xo'p, endi bugungi podkastimizni eng avj nuqtasiga chiqamiz, chunki ko'pchilik nima o'ylayman-da, nima uchun hamma uchuvchi bo'lishni, nima uchun styuardessa bo'lishni qiziqishadi desam, shu oylik maoshi ko'p deyishadi-da. Qancha oylik maoshlar? Nima uchun bu yoshlarimiz ko'plari qiziqadi? Haqiqatan ham oylik maoshlar balandmi, Abror aka? Qancha olasiz deydi-ku. Oylik maoshlar yaxshi. Yaxshimi, balandmi? Yaxshi, baland desa ham bo'ladi, Ha. ammo o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Aytganimdek, har doim o'qishingiz kerak, mas'uliyat juda katta. Har doim sog'lom bo'lib yurishingiz kerak. Oilangiz bilan masalan kamroq vaqt o'tasiz. Unga Asosiy vaqt parvozlar bilan o'tadi. parvozlarda o'tadi. Keyin bu parvozlarda o'zingiz bilasiz, tepaga chiqqanda radiatsiya bo'ladi, nurlanish. nurlanish bo'ladi va ingliz tilida aytganda jet lag, ya'ni bizda bitta soat vaqt bo'lsa, boshqa davlatda boshqa soat vaqtlari bo'yicha Vaqtlararo sayohat deydi. da shular albatta organizmga ta'sirlari bor. Oylik maosh bizda konfidensial ma'lumot hisoblangani uchun bu haqida Ma'lumot bera olmaymiz. ma'lumot bera olmayman, lekin Lekin baland. yaxshi oylik maoshi va bizda qulayliklardan bu keng parvozlar xaritasi. Minuslari ham bor. Masalan, oilamiz bilan kamroq vaqt ajratamiz. Sog'liqga to'xtaladigan bo'lsak ham ozgina minuslari bo'ladi. Lekin ishimiz juda qiziq. Chunki biz doimiy ravishda o'z ustimizda ishlab borishimiz kerak. Hech qachon bir joyda turmaymiz. Har doim harakatdamiz.
har doim. Samolyot juda katta tezlikda harakatlanadi-da. Adashmasam bir hisoblama o'lchab ham ko'rishni imkonsiz bo'lsa kerak. Buni sizlar spidometrga qarab bilasizlar, biz bilmaymiz. Va mana shu havo yo'lida ham, uchish davomida ham mana shu tezlikni oshirish me'yorlari bormi? Ya'ni osmonda ham radarlar bormi? Siz tez uchyapsiz, sekinroq uch deb turishadimi demoqchiman dispetcherlar. Osmonda radarlar yo'q desa ham bo'ladi, lekin aeroportlarda o'zlarini cheklovlari bor. Samolyotlarni o'zini cheklovi bor. Qandaydir tezliklardan yuqori uchish mumkin emas. Ko'pincha shu aytganimdek, aeroportga yaqinlashganda shu davlatning o'zini cheklovlari bo'ladi. Masalan, nechadir balandlikdan pastroqda shu tezlikni ushlaysizlar yoki mana shu nuqtani shu balandlikda o'tish kerak, shu tezlikda o'tish kerak. Aerodromga yaqinlashganda shunaqa bir tezlikni aytishadi. Bu ko'pincha nega qilinadi? Shovqinni kamaytirish uchun ko'pincha qilinadi. Uchishda va aeroportga qo'nishda shular qo'llaniladi. Abror aka, misol uchun xohlaymizmi yo'qmi, baribir mezon, tartib bo'lish kerak-da hamma vaqtda. Chunki sog'liq uchun ham, boshqa tomonlar uchun ham aytmoqchiman. Umuman olganda bir uchuvchiga bir oy davomida qancha vaqt davomida uchishga ruxsat beriladi? Qancha reysni amalga oshiradi? Bir oy davomida maksimum uchishga ruxsat berilgan soatlar bu 80 soat va 90 soat uchish mumkin, lekin bunga ruxsat berishligi kerak va 90 soat uchsangiz keyingi oy masalan 90 soat ucha olmaysiz. Chunki bu hammasi reglament qilingan. Aytganimdek, dokumentlar bor. Aviatsiyada hamma narsaga dokument bor. Shu hamma narsa keltirilgan. Necha soat uchishingiz kerak, aytgandek, necha soat dam olish va hatto ovqatingizda qancha kaloriyasi bo'lishi ham yozilgan. Qarang, misol uchun bir kun uchib ketsangiz necha kun dam olasiz? 12 soat masalan uchsangiz 12 soat dam olasiz yoki kechqurun uchgan bo'lsangiz sal ko'proq dam olasiz. Bu reyslarga qarab, masalan Amerikaga uchib kelgan bo'lsangiz sal ko'proq dam olasiz. Bu hammasi aytgandek dokument. Amerikaga uchganmisiz? Yo'q, bizning samolyot hozircha uchmaydi. Xudo xohlasa agar 787 ga samolyotga uçsam. Qanaqa qilib mana savol deydi, savol chiqyapti. Misol uchun mana uchuvchilar qanaqa qilib uzoqroq masofaga tanlab olinadi? Birinchi misol uchun mahalliydan boshlashib, keyin xorijga o'tib, keyin uzoqroqqa o'tishadimi? Qanaqa bo'ladi? Va sizlarga ham xuddi shunaqa savol. Mana misol uchun biz mahalliy styuardessalarimiz bor, xorijda bir farqlanadi-da. Ha, albatta. Boshida o'rganish uchun mahalliy reyslarda uchishadi. Keyin sal chet ellarga. Men uchayotgan samolyot uzoq masofaga uchgani uchun biz uzoq davlatlarga uchishni boshidan boshlaganmiz. Masalan, A320 samolyotida uchayotgan hamkasblarim birinchi mahalliydan boshlashgan. Bitta samolyotdan ikkinchi samolyotga o'tmoqchi bo'lsangiz, kamida 2 oy o'rganasiz. U o'tishdan oldin ungacha parvoz qilmay turasiz. Albatta, oldin teoriyasini o'rganasiz, dokumentlarni o'rganasiz, keyin trenajyorda uchasiz, sizga keyin uchishga ruxsat berishadi. Bu juda Faqat ko'rinishi o'zgaradimi samolyotlarning yoki o'sha boshida aytib o'tganingizdek tugmalarda ham o'zgarishlar bo'ladimi? Albatta. Masalan, Boeing bilan Airbus bo'lsa, ularning filosofiyasi har xil. Airbusda tugmalar boshqacha joylashgan, Boeingda sal boshqacharoq. Shuning uchun o'rganishga to'g'ri keladi. Boshqatdan samolyotni o'zingiz uchun kashf qilasiz, boshqatdan o'rganasiz. Bizda yo'nalishlar samolyotning tipiga qarab belgilanadi. Boshlaganimizda albatta birinchi bu Airbus samolyotlardan boshlaganmiz va meni o'zimni birinchi ilk parvozim bu Almataga bo'lgan. Keyin esa mustaqil davlatlar, hamdo'stligi davlatlariga, Yevropa davlatlariga va Sharq Osiyo, Yaqin Osiyo davlatlariga parvozlarni boshlaganman. Xulosa qiladigan bo'lsak, uchuvchi bo'lmoqchi bo'lgan odamlarga birinchi navbatda sog'lom bo'lish kerak. Ikkinchi navbatda fizika, matematika, ayniqsa ingliz tili hozirda yaxshi bilish kerak. Aytganimdek, hamma narsa hozir ingliz tilida bo'lyapti. Ma'lumotni tez qabul qilib, o'zlashtirib,
o'zlashtira oladigan odam bo'lishi kerak. Intiluvchan odam bo'lishi kerak va eng asosiysi shu kasbga qiziqishi kerak. Forma, oylik yoki qanaqadir statusga qiziqmay, imенно ayniq uchuvchi bo'lishga qiziqishi kerak. Parvozni yoqtirishi kerak, samolyotlarni yoqtirishi kerak. Yosh bort kuzatuvchilarga shuni maslahat bergan bo'lardim. Tillarni o'rganishligini, katta jamoada ishlash uchun harakat qilishligini, chunki jamoamiz katta va har birimiz yangi kelayotgan kadrlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz va qo'llab-quvvatlamoqdamiz. Shuning uchun fanlarni, tarix, geografiya fanlarini o'zlashtirib, tillarni mukammal bilib kelishsa, biz jamoamizda ko'rishdan mamnun bo'lamiz. Talabchan, o'z ustida ishlashga tayyor, aviatsiyani sevadigan yoshlar bo'lsa, albatta bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchuvchilar va bort kuzatuvchilari necha yoshdan nafaqaga chiqishadi? Uchuvchilar nafaqaga chiqish uchun yosh kutishmaydi. Bu ko'proq uchish soatlar. uchish soatlariga kelib taqaladi. Qancha o'zini belgilagan soatlari bor. Uchgandan keyin nafaqaga chiqishingiz mumkin. U ham ixtiyoriymi? Masalan, Albatta, xohlasangiz. yo'q, chiqishni xohlamayman deydiganlarga uchgim kelyapti Albatta. deydi. Yo'q. Bu degani siz nafaqaga chiqib uchmaysiz degani emas. Nafaqaga chiqib uchishni davom ettirishingiz mumkin 65 yoshgacha. Bort kuzatuvchilarda nafaqaga chiqish vaqti ayollarda 45, erkaklarda 50 yoshda. Bugun O'zbekiston Airways aviakompaniyasining uchuvchisi va bort kuzatuvchisi bilan Yoshlar telekanalining samolyotida parvoz qildik. Parvozingiz hamisha baland bo'lsin. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Xayr, omon bo'ling.